Ya'ni siz uchun bu yil xuddi bir tajriba yil bo'lganda. Maqsad shu, stress holatda qanday? Sinov. Suvdan to'ldirilgan bo'lgan. Bironta yotgani yo'q. Dalani bunday umumiy ko'rinishi ajoyib desa ham bo'ladi o'shanaga. Hozir biz Buxoro viloyatining Buxoro tumanida Rustam Arab Zamini fermer xo'jaligida dalalarda turibmiz. Bu yerda Serbiyadan keltirilgan bug'doyni NS40S navi bilan bu tomonda Triticalini NS Odyssey navlari ekilgan. NS40 bug'doy navini kuzga kechroq ekdik, endi где-то 8-noyabrlarga ekdik. Tuplashlari yaxshi. Keyin bizda sal suvda qiyinchiliklar bo'lgan sababli 3 ta arang sug'orib oldik o'zi ham. Lekin rivojlanishi, o'sishi, bosh tortishi, tuplashi hammasi menga yo'q. Qishda ekilgandan keyin где-то 5-6 kundan keyin yer muzladi bizda. Bu yer endi qish sovuqligi uzoqroq davom etdi. Kelib bu bahorda tuplashni boshladi. Keyin kelib 14-15 gradusga sovidi bahorda, bahor boshida, mart oylari boshida. Ana o'sha paytda faqat buni sovurdi. NS40 ni sovurdi, massiv yurib tashladi, qizartirib tashladi. O'shandan keyin bu qaytib tuplab, mana shu holatga kelib qoldi. Bu yerni boniteti qanaqa qarashunaki? Balbanteti 41 balbantet. Bunga hozir demak 2 martaga 600 kg selitra oziqlantirilgan. 200 kg amafos berilgan. 3 marta suv ichgan. 3 marta suv olgan, xolos. 3 marta suv ichgan. Ha, dalani bunday umumiy ko'rinishi ajoyib desa ham bo'ladi o'shanaga. Ha, lekin chiroyligi o'zim ham mana bu yoqlarni mana olsangiz bo'ladi, mana qarang, tekisligi, bir xilligi, nav tozaligi juda ham ajoyib. Birinchi yil ekkanim uchun buni sinov tariqasida boshqa o'zimizda ekilgan, endi buni sinov uchun olib kelganmiz. 1 gektar bundan, 1 gektar ana bu Triticali Odysseydan ekkanman. Bularni sinovdan o'tkazish uchun ezib bir sinab ko'rdim-da. Ha, demak siz bu dalani qiyinchiliklar bilan sinagansiz. Odatda bu territoriyalarda, bu hududda necha marta sug'oriladi bug'doy? Yaxshi natija olish uchun. Masalan, yuqoridagi bug'doyimiz 4 marta sug'orilgan. Endi o'zimizda grom navlarni ekkanmiz. Ular 4 marta sug'orilgan. 4 marta sug'orilgan. Bu endi qishki chillada 1 marta, 2 marta bahorda, ya'ni fevral, aprel oyini boshida sug'orilgan. Demak, bu sug'orish bilan birga buni siz qurg'oqchiligini sinamoqchi bo'lgansiz. Endi o'g'itlashda qanaqa qilgansiz? O'g'itlashda endi boshqa dalalarga 350 kg-gacha amafos berilgan. Bunga atigi 200 kg amafos qoldi. Endi o'sha davrda kechga qolgan paytda amafos ham kam bo'lib qoldi. Bo'rin yuzasidan 200 kg berilgan. 200 kg berilgan. Demak, qiyin sharoit, stressli sharoitlarda o'zini qanaqa ko'rsatishini ko'rmoqchi bo'lgansiz. Maqsad shu, stress holatda qanday? Sinov. Demak, bu yerda hozir o'zingizni mo'ljallingiz bo'yicha qancha kutyapsiz bu yerdan hosildorlik? Agar menga 60 sentner bersa, demak bu normal holatda 80 dan kam bermaydi. Endi bu dalangizda, mana bu dalada Triticali ekilgan-da, shunday. Ya'ni shu Triticali bo'yicha ham bir ozgina bir ma'lumot bersangiz. Bir xil muddatda ekilgan. O'sha 200 kg amafos 2 martaga nima selitra 600 kg selitra berilgan. Boshqa hech qanday ortiqcha suv ham berilmagan, ortiqcha hech qanday agrotexnika qilinmagan bu. Lekin bu Triticalini menimcha chidamliligi bundan yuqori, chunki bunga qishki sovuq ham, bahorgi sovuq ham ta'sir qilgani yo'q. Yaqinda qalin kuchli shamol bo'ldi. O'sha payt ichida to'la suv bo'lgan bu. Suvdan to'ldirilgan bo'lgan. Bironta yotgani yo'q. Mesni yotib qoladi. Demak, bu degani yotib qolishga chidamliligini ko'rsatib beradi. Qo'yasi baquvvatroq. Menga qolsa, demak 80% yerimni shundan ekan. Triticali. Endi mana sizda ham xudo xolasa yaxshi bir xil nav. Bu yerda bo'ylari ham bir xil. Nav tozaligi o'zini xarakteristikasida yoki shu sertifikatida 99.9 deb berilgan nav bu. Odyssey navi 99.9 nav tozaligi. Mana dalada ham endi ko'rinib turibdi, bu aniq. Sizga katta rahmat. Dehqonchiligingizga baraka bersin. Hamisha ishlaringiz o'ngidan kelib, ishlaringiz xayrli, barakatli bo'lsin. Salomat bo'ling, rahmat.